yo'lovchilar, mana yo'lovchilarimiz qo'ylovdan o'tirib Toshkentdan Moskva shahri va Sankt-Peterburg shaharlariga yo'l olishdi. Mana ayollar oldida, hamma xursandchilikda. Да, сестра? Хорошо, да? Все молодцы, все хорошо, отлично, автобус шикарный. Спасибо вам. Держать. Bolaliklar mana oldi qatordan xudo xolisa. Bemalol kelib ketishingiz mumkin. Rahmatulloh, nima gaplar? Akalar, ukalar, mana o'zim ham o'zingizam avtobus yurganmiz, mana o'zim o'tirganman. Akamiz bilan mana jicha agar to'liqroq akalarimiz o'tirsa, sidinani mana bu yonini ezasizlar, o'zimiz yonga sursak, sidinamiz o'zimizdan sildiydimi? Amaki sildiydimi? Endi ovqatlanmoqchi bo'lsak, mana yerda taptanchasi bor, sekin tushirib olamiz, ovqatlanib yana qaytarib qo'yamiz. Keyin o'zimiz bilan mushuk bo'ladigan bo'lsa, paketni olib chiqib keling. Avtobus har o'ch ideal konditsionerlar ishlayapti. Har bir yo'lovchi tepasida mana passajirlarda yoritgichlar bor. Agar avtobus to'xtash kerak bo'lsa, bu yerda stop tugmachasi bor. Водительga stop tugmachasi yonadi hamda to'xtashlikni aytadi. Kim shunday komfortabil avtobuslarga ketmoqchi bo'lsa, murojaat qilinglar. Hozir mana yo'lovchilar fikrini so'raymiz. Akalarimiz mana ketyapti. Aka, assalomu alaykum. Qayerdan keldinglar? Qashqadaryodan keldinglar. Go'shtxo'r bo'ridan ham ko'p go'shigan akalarimiz. Nima deysizlar? Sizam tavsiya qilsa bo'larkanmi aka? To'g'rimi? Qo'yni o'zdan ketyaptilar. Avtobusga o'tirdinglar. Mana akalar aytilgandek bo'ldimi? Mana aziz vatandoshlar, rahmatullohimizning suhbatlari tugadi. Mana akalarimiz Qo'yliq vodiy betagidan davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz. Здравствуйте, сестра. Вам понравился автобус наш? Хороший, да? Счастливо вам пути. До свидания. Mana aziz vatandoshlarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Moskva shahriga reyslar. Hammaga rahmat, sog' salomat.